Assalomu alaykum. Ben Ruqiya Turdosh. Hammalarning Ramazon oyi muborak bo'lsin. Tutayotgan ro'zalarimizni Alloh qabul etsin inshaalloh. Bugun men shu mustaqillik nishonimizga, davlat qurish ideyamizga yetish yo'lida kam bo'lsa bo'lmaydigan 3 muhim shart to'g'risida to'xtalmoqchi. Buning birisi sabab. Ben cho'qim mustaqil bo'lmasam bo'lmaydi, mustaqil davlat qurishim kerak deyishga yetarlik sababimiz bormi? Albatta, bu bizning sabab ketmaydigan bir orzuyimiz. Ya'ni buningga sabab ketmaydi. Sabab ketmasligi kerak aslida. Chunki bizningki Sharq Turkistondan iborat bir mustaqil davlatimiz bo'lgan, buni Xitoy tortib olgan. Bu bizning eng aqalliy qaytirib elishga tegishlik haq huquqimiz, siyosiy egilik huquqimiz yani. Buningga hech qanday sabab ketmasligi kerak. Ammo buningga Xitoy hozir sababni hozirlab berdi. Ya'ni Uyg'urlarni qirg'in qilib, o'ltirib Zadi men Sharq Turkistonni qaytirib olmasam bo'lmaydi ekan. Xitoy bilan mumkin emas birga yashayolmaydi ekan men degan yerga akilib, bu sababni Xitoy o'zi bizga paydo qilib berdi. Ya'ni bizning Sharq Turkistondan iborat davlat qurishimizga yetarlik sababimiz yetib eshib turibdi. Sababimiz bor. Endi ikkinchisi harakatlantiruvchi kuch. Harakatlantiruvchi kuch deganda bizning shu davlatimizni qurishga bizni nima rag'batlantirdi, nima ishtirdi, nima bizni kecha kunduz uxlatmay, qo'lamdan nima kelsa qilamanki, cho'qim mushu mustaqillikni hamon bir kun olaman degan narsaga bizni ishtirib turdi. Qanday bir kuch bizni bunga rag'batlantirdi? Albatta, masalan, bir misol olsam, urushni misol olsak, bir davlat bilan bir davlat urushsa, u davlat ki bu urush qilishga sababi bo'ladi har ikki davlatning, ammo bu sabablar buning uchun rag'batlantiruvchi kuch bo'lamaydi, ya'ni harakatlantiruvchi kuch bo'lamaydi. Bu davlat bu harakatlantiruvchi kuchni tepish uchun, ya'ni chunki balki uning xalqi urush qilishga qarshi turishi mumkin, xohlamasligi mumkin, urushga qarshi fikrlar chiqishi mumkin. Buning uchun bu yerda vatanparvarlik tashviqotlarini olib boradi. Bu urushning to'g'ri ekanligiga xalqni qoyil qilish uchun har xil faoliyatlarni, har xil tashviqotlarni olib boradi, qoyil qilishga tirishadi. Mumkin askarlarga pul berdi, bu orqali rag'batlantirdi. Ya'ni shu urushga rag'batlantirdi. Ama bizning davlat qurish ideyamizga rag'batlantirgudek boshqa bir buni qilib rag'batlantirishimiz kerak, ma'ni qilib rag'batlantirishimiz kerak deb sun'iy shaklda yasab chiqadigan bir narsaning keragi yo'q. Rag'batlantiruvchi kuch tayyor. Chunki Xitoy bizni xo'rlab, zulm qilib, o'ltirib, yo'qitib, mushuning o'zini bizga harakatlantiruvchi kuch qilib, sabab qilib paydo qildi hozir. Chunki biz bu Xitoy bilan mushunda xo'rlab ketib olsam, men qarab o'tiramdim deb o'tiramaydigan holatga keldik. Har birimiz cho'qim qo'lamdan keladigan nimali kelsa bir ish qilsam bo'ladi deb o'tiramaydigan bir holatga keldi Xitoy. Bu bizdagi rag'batlantiruvchi kuch, bu kuchmi bizda hozir to'liq bor. Ya'ni hammali Uyg'ur qanday qilsam mush Xitoydan qutulaman deganni o'ylaydigan yerga keldi. Shunga bizda bu harakatlantiruvchi kuchmi bor. Uchinchisi fursat. Endi mustaqillik yetish uchun fursat bo'lmaydi. Bu fursat qanday bo'ladi deganda, bizning mustaqilligimizningki yetalishimiz uchun u bir orzumu yoki bir tush mumkin bo'lmaydigan narsami yoki uningga bir fursatmi kelamdi? Demak keladi. Chunki dunyo o'zgarib turdi, ishlar o'zgarib turdi. Hech narsa hech qanday mumkin bo'lmaydigan narsa yo'q. Bizning ashu mustaqilligimizni ilish orzuyimiz, istigimiz, nishonimiz uchun fursatlar cho'qim keladi. Bugungi kundagi fursatlarmi buning kelayotganligini ko'rsatyapti. Ya'ni Xitoy masalanga qanday bir holat kuchishdi, xalqaro vaziyat bizningki mustaqilligimiz uchun qanday bir fursatni hozirladi deyishga to'g'ri keldi. Shunga buni ichki fursat, tashqi fursat deb so'zlash kerak. Ichki fursat deganda Xitoyning sharoiti nadan nakagicha, holi nadan nakagicha, Xitoyda nima bo'layotdi, bizga qanday foydali yeri va qanday foydasiz yeri bor. Kuchi nadan nakagicha. Uyg'urlarning ahvoli Sharq Turkistondagi nadan nakagicha nima bo'layotdi. Xitoyning niyati nima qilmoqchi? Buningga qarata biz qanday tadbir olamiz? O'zimizni qaysi jihatdan hozirlaymiz? Ya'ni bu ichki jihatdagi sharoit. Ya'ni fursatga bir fursat kelganda pishib etiladigan qanday bir sharoit bo'lishi mumkin deganki, ichki jihatdagi sharoit. Tashqi jihatdagi sharoit xalqaroliq vaziyatning sharoiti va Uyg'ur diasporasining sharoiti. Xalqaroliq vaziyat deganda xalqaro dunyo bizga qanday bir sharoitni aytyapti.
bizning mustaqil bo'lishimiz uchun qanday bir fursatni akilyotidi. Xalqaro dunyo bilan Xitoyning munosabati nadan na ketib bordi. Bu bizga qanday bir fursatni yaratishi mumkin. Mana buni biz analiz qilib kuzatib mangishimiz kerak. Undan keyin Uyg'ur diasporasiga Uyg'urlar uchun. Uyg'ur diasporasiga Uyg'urlar bir fursat kelsa, shu fursatni tutaligida kuchi bormi? Shuningga tayyorlik qilyapamdi, bir milliy ruh ostiga. Ya'ni men cho'qim Sharq Turkistondan iborat davlatimni qaytarib olaman, davlat quraman degan bir milliy ruhning national will deymiz. Shuning ostiga uyushib kuchlanyotamdi yoki umidsizlanib, men hech nima qilolmadim deb yo'qolib ketib boramdi. Demek bu Uyg'ur diasporasının nereden ne ketib borganligi, fursat uchun qanday sharoitni hozirlayotganligini ko'rsatadi. Bir davlat mi masalan, boyliqlari bilan adam kuchi boyligi, yer boyligi, yer ko'lamining boyligida, onkin texnologiyasi, texnikasi, fan texnikasi, onkin askeri kuchi, shunday har xil boyliqlari bo'ldi. Bu boyliqlarning hammasi faqat materialistik boyliqlar. Ama buningdan boshqa bir davlat mu national will yani milliy ruh deydigan bir boyliqi bo'lmasa, bu davlatning faqat material boyliqi bilan bo'lsa, bu davlat mu vayron bo'lib ketadi, bir davlatni kontrol qilib tutib turolmaydi. Shuningga o'xshash bizning mu shu Uyg'ur diasporasida Sharqiy Turkistondagi vatanimni cho'qim qaytarib olaman degan bir ideyaning ostiga uyushgan bir milliy ruh bo'lmasa, bizning mu yiliqi keladigan fursatga o'zimizni hozirlab turishimiz tas. Shuning uchun bu yerda bizning bu milliy ruh, ya'ni cho'qim vatanimni qaytarib olaman, mustaqil bo'laman degan mavi harakatlantiruvchi kuchni o'zimizga ideya qilib, ya'ni milliy ruh qilib tiklab tutib turish bu intayin muhim. Bayağı men shu harakatlantiruvchi kuch to'g'risida to'xtaldim. Bu harakatlantiruvchi kuch bizni qanday harakatlarni qilg'izadi? Bugungacha nima harakatlarni qilg'izib keldi? Biz ko'ryapmiz, tashkilotlarimiz, shaxsiy faoliyatchilarimiz bugungacha nurg'un faoliyatlarni qilib kelyapti. Endi biz bu faoliyatlarni cho'qim bu faoliyatlarning hammasini bir harakat shakli jarayonida ko'rishimiz, harakat jarayoni shaklida ko'rishimiz, ya'ni cho'qim Sharq Turkistondan iborat mustaqillik ideyamiz uchun elib beriladigan bir harakat jarayoni sifatida ko'rishimiz kerak. Agar undaq ko'rmasdan qandaqligi bir tashkilot yoki shaxs olib berayotgan bu harakat jarayonini prinsipga ko'tarib olib, mushu harakat jarayonining o'zini nishon qilib olsa, u chaqda u qalamqanchilik kelib chiqadi, ixtilof kelib chiqadi degan gap. Masalan, siz bir tashkilot deylik, siz faqat inson haqlari faoliyati qilyapsiz, ammo mayli kultural faoliyat qiling, mayli inson haqlari faoliyat qiling, qandaydir bir faoliyat qiling, qilayotgan faoliyatlaringizning hammasining nishoni buyuk mustaqillik uchun bo'lmay, men faqat shu mustaqillik degandan men voz kechdim, mening umidim yo'q, uni amalga oshmaydi, qilg'ini bo'lmaydi. Shunga men faqat inson haqlari faoliyatini qilaman, shuningga erishsam bo'ldi, shu mening nishonim desangiz, birinchisi xalqning qo'llashidan quruq qolasiz. Bu faqat o'zingizga vakillik qiladigan bir nishon bo'ladi. Chunki xalq boya degandek sababi aniq, xalqning harakatlantiruvchi kuchi aniq. Xalq, bizning Sharq Turkiston xalqimiz mustaqil bo'lmasa bo'lmaydigan yerga yetdi. Bu bir nishon, bu bir paket, bu bir aniq narsa. Endi buni nishon qilmayman, chunki bu mumkin emas narsa ekan, amaliyotga uyg'un emas desangiz, hech narsa amaliyotga uyg'un emas bo'ldi olsa. Uni amaliyotga uyg'un emas desangiz, unda sizning tiklab olgan inson haqlarini bersin deb masalan deyli, inson haqlarini dedingiz yoki boshqa narsa dedingiz, men bilmayman, bir tashkilot shunday dedi deyli. Shuni prinsipga ko'tarib olgan bo'lsangiz, bu amaliyotda bu harakat jarayoni bo'lmasdan, bu xalqning buyuk orzusi bilan to'qinishib qoladiganligi uchun siz xalqdan quruq qolasiz. Ikkinchisi, bu faqat o'zingizga vakillik qiladi. Uchinchisi, bu bir davlat xalqiga vakillik qilolmaydi, davlat manfaatiga vakillik qilolmaydi, Sharq Turkiston manfaatiga vakillik qilolmaydi. Shunday bo'lganligi uchun faqat o'zingizning prinsipiga vakillik qilganligi uchun siz bir yerga berib Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilib gap qilaman desangiz, u vaqtida Sharq Turkiston xalqining qimmat qarashi va manfaatiga uyg'un kelmaydigan ishlarni qilib qo'yishingiz mumkin. Chunki sizning maqsadingiz, nishoningiz mustaqillik bo'lmaganligi uchun, nishoningizni siz faqat shu harakatingiz doirasida cheklab qo'yganligingiz uchun uyg'un bo'lmagan ishlarni o'zingiz sezmagan holda qilib qilishingiz mumkin. Shuning uchun olib berayotgan faoliyat harakatlarimizning hammasining nishoni mustaqillik bo'lishi kerak. Bugunga qadar tashkilotlarimiz olib berayotgan bu faoliyatlarning hammasi asasen degidek ba'zi qismen uşaq kichik, ba'zi qismen yangi chiqqan tashkilotlarni hisobga olmaganda
ko'p qismi asosan degidek mustaqillikni nishon qilib kelyapti. Ap berayotgan faoliyatlarning hammasi shu nishon uchun ap berilayotgan bir harakat jarayoni. Shundaq bo'lgan ekan biz buni uni qilsangmi mustaqil bo'lolmaysa, unda qilgani bilan baribir mustaqillik bo'lolmaysa, bular mustaqillik uchun qilmayotdi. Bularning qilgan faoliyatlari masalan namoyish qilsa, namoyish bilan mustaqil bo'lg'in bo'lamdi, konferensiya etish bilan mustaqil bo'lg'ini bo'lamdi, uni qilish bilan mustaqil bo'lg'ini bo'lamdi, buni qilish bilan mustaqil bo'lg'ini bo'lamdi, yoki madaniy faoliyat qilish bilan mustaqil bo'lg'ini bo'lamdi deb bu faoliyatlarning hammani yo'qqa chiqarsak, bu faoliyatlarning birinchidan shu mustaqillik nishoniga yetish uchun elib berayotgan bir harakat jarayoni ekanligini inkor qilgan bo'lamiz. Ikkinchidan, bu faoliyatlar Xitoyning yumshoq kuchi bilan qilinayotgan bir urush hozir. Hozir Xitoy hech qanday bir davlat bilan qattiq urush qilayotgani yo'q. Faqat Uyg'urlarni yo'qitib, Uyg'urlarga qattiq urush yurgizyapti, ammo biz Xitoyga qarshi qattiq urush olib beramayapmiz, boramaymiz, unda kuchimizmi yo'q. Hech qaysi bir davlat qattiq urush qilayotgani yo'q. Xitoy dunyoga kengayish nimasida, nishonida, o'zining projektida bu shu bir balvoq bir liniya projektidan keyin yumshoq kuchi orqali kengaymoqchi bo'lib, hamma yerda o'zining obrazini tiklashga, ya'ni yaxshi bir obrazni tiklashga noiti kuchab, jiq mablag' silib yolg'onchilik qilib kelyapti. Masalan, Afrika, O'rta Osiyo, O'rta Sharq degan davlatlarning hammasida biz Amerikadek askar ekanmaymiz. Biz sizlarga iqtisodinglarga yordam qilamiz, biz sizlarga pul beramiz, biz sizlarga davlatinglarning qurilishlarini sap beramiz, ko'rik sap beramiz degandek bir muncha yolg'on yavudoq, ya'ni shu davlatlarningki bozorini vayron qiladigan amaliyotda. Yolg'on yavudoq mundaq narsalarni ko'tarib chiqib o'zining obro'yini Amerikaga boshqa silishtirish orqali tiklayman deb nurg'un mablag' silib, mushunda kuchab kelyapti. Uyg'urlar bu Xitoyniki bunda qiliqi yumshoq kuchi bilan hozirgi kelgicha urushib, mushu Xitoyniki razilligini, gaplarining yog'onligini, bu Xitoyniki bir diktator, ya'ni autokratik bir davlatligini, bu Xitoy dunyoga kengaysa bir tahdid bo'lib ketadiganligini, Uyg'urlarni qanday qirg'in qilayotganligini, hatto hayvonlarni qanday xorlayotganligini tatib, butunlay Xitoyniki yolg'onchiliklarini o'ttirg'i chiqarib, medialarda, ijtimoiy taratqularda, gazet jurnallarda buni o'ttirg'i tashlash orqali Xitoyniki bu yumshoq kuchini orqali kengayish siyosatiga qarshi urush qilib, amaliyot Xitoyning yumshoq kuchi bilan urushib kelyapti bu olib berayotgan faoliyatlarning hammasida. Shuna bo'lganligi uchun bu faoliyatlarning hammasi Xitoyning yumshoq kuchiga qarshi ilib berilayotgan bir urush amaliyotda. Shuna bo'lganki, buni hech nimaga arzimaydi, qimmati yo'q deyishkim bo'lmaydi. Ammo bu bizningki buyuk Sharqi Turkiston mustaqillik nishonini cho'radigan, shu nishonni maqsad qilgan, shu qimmat qarashni, shu nishonimizni birinchi o'ringa qo'yib, har qanday manfaatning, har qanday ishning oldiga qo'yolmagan, buni bir prinsipga ko'tarib olgan ahvolda bo'lsa, bu baya men degandek bir xatoliklar kelib chiqishi mumkin. Shuningga hozirgacha bizning tashkilotlarimiz, nurg'un cho'ng tashkilotlarimiz olib berayotgan bu faoliyatlar birinchidan mustaqillik nishonini cho'rada harakat olib beryapti. Ham bu harakatlarning hammasi Xitoyning yumshoq kuchi bilan olib berayotgan bir urush. Shunda bo'lgankan buni hech nimaga arzimaydi degani bo'lmaydi. Bularning hammasi bizningki milliy ruhimiz, ya'ni national ruhni paydo qilib, milliy ruhni, national willni paydo qilib, millatni baya men degan cho'ng 3 shart, ya'ni fursatga tayyor tutish, hozirlikningki bir jarayonlari. Shuning uchun bularning hammasi intayin muhim. Buningdan keyinmi, buningdan balki texmi advance, ya'ni ilgirligan qadamlar o'ttirg'i chiqish kerak. Fursat hozirgi xalqaro vaziyatning bu Xitoyning virusi chiqqandan keyin bu Xitoyning yumshoq kuchimi sug'i chilashdi. Xitoy ham bundagi yumshoq kuchi bilanmi dunyoga kengayman deyamaydi. Qattiq kuchimi boshqalarga tenkagidek unchalik yo'q. Unda bo'lganki Xitoy zodi qanday bir yo'lni tutadi. Bizning vaziyatimiz nerdan nergacha bo'ladi. Biz qanday faoliyatlarni olib borsak bo'ladi bundan keyin. Bundan keyin biz yana nima ishlarni qilishimiz kerak? Davomliqlam yumshoq kuchlar urushib ketaveradigan ishmi? Boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarimizda nimalarni qilishimiz kerak? Mustaqillik nishoniga necha qadam ilgirlagan holda oldiga qanday yugurishimiz kerak? Masalan, xalqaro qonunlarda va boshqa yerlarda bizningki mustaqilligimizni tinchlik yo'lda amalga oshirish jarayonlariga, ya'ni qanday harakat jarayonlarini qitib mengishimiz, kuchlantirishimiz kerak. Bularni hammasini tafsiliy o'ylab, plan programmalarni, ya'ni texnik ilgirlagan holda qaytadan tuzib chiqishga to'g'ri keldi. Rahmat.